Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cazane ve cazanı xorluqning jamiyatga bo'lgan xatirini bayon qilib, cazani bilan zina bir yurtda oshkor bo'lsa, u yurtning xalqi o'zlarini Allohning azobiga loyiq qilgan bo'ladi degan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Muqaddas dinimiz İslam hayat tertibimizni güzel berpa qilish, yaxshi turmush odati, güzel axloqlarni yetildirish uchun bizning kundalik turmush odatlarimiz, o'zaro munosabat va muomalarimizda o'zimiz shundoqla yashayotgan jamiyatimizning islohotida to'liq muhim ahamiyatga ega bo'lgan qoida prinsiplarni belgilagan bo'lib, biz bularga rioya qilib yashagan muddatda bizning kishilik munosabatlarimiz yaxshilanib, jamiyatimiz taraqqiy qiladi. Dunyomiz go'zallashib, hayotimiz ma'niga to'ladi. Agar bu yo'l yo'riqlarga sal qaralganda bo'lsa, jamiyat tartibi buzilib, insonlar orasidagi munosabatlarning qalaymiqonlashishi, o'zaro zulm ve her xil qalaymiqonchiliklar o'ttirg'a chiqishga boshlaydi. Mana shu prinsiplardan biri bo'lsa, savdo-sotiq muomalasidagi jazoni bilan muomala qilishning harom qilinishidir. Jazoni shunchalik og'ir jinoyatki, Payg'ambar alayhisalom uning yiqilishdagi qabohatni o'xshatqili bo'ladigan eng qabohatlik, yirginishlik amal zinoga. Zina bo'libmi, fitrati sog'lom har qanday bir insonning onglisi tini shurkinib ketadigan, butun insoniyatning tabiatiga zid keladigan, o'zini tuqqan onasi bilan zina qilganga o'xshash yerginishlik gunohga o'xshatib, bu jinoyatning qanchalik darajada og'ir ekanligini izohlab, jazonining 72 ishki bordir. Uning eng tuvinining gunohimi onasi bilan nikohlanganga, ya'ni o'z onasi bilan zina qilganga o'xshashdir degan. Bu o'xshatishning o'zidilla jazonining qanchalik xatarlik gunoh ekanligini his qila olamiz. Yana bir hadisda ham jazoni bilan shug'ullanuvchining qiyomat kunidagi oqibatini tasvirlab, jazoni, ya'ni o'zim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin choplashib qolgan sarang odamlarda qo'pidi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jazona va jazoni xorliqning jamiyatga bo'lgan xatirini bayon qilib, jazoni bilan zina bir yurtda oshkor bo'lsa, u yurtning xalqi o'zlarini Allohning azobiga loyiq qilgan bo'ladi degan. Undaqda jazoni degan nima? Jazoni, ya'ni o'sim arabchada ortiq degan ma'noda bo'lib, shar'iy istilohda pul va tovarlarni bir-biriga almashtirishda ikki tarafning biriga shart qilingan shar'iy o'lcham nazaridagi qarshiliksiz bedel yoki ikki bedelning har ikkisini yoki birini nisiy qilishdir. Jazoni kishilarni ish hunar qilib pul tepishdan, qarz berib yaxshilik qilishdan to'sib qo'ydigan, muhtojni qarzga bo'g'ib, jazoni xo'rni bo'dashqa, boshqalarning haqqini badalsiz yevilishga ilib boradigan bo'lg'achqa, barliq samoviy dinlarda harom qilingan bo'lib, bizning shariatimizda jami olimlarning birdek ijmosi bilan harom qilingan va halok qilguvchi cho'ng gunohlar qatoridan sanalgan. Yuqorida o'qilib o'tilgan Qur'on Karimning eng oxirida nozil bo'lgan oyatlardan birida ham Alloh taolo mundaq deydi: "Ey iymon etgan kishilar, mu'min bo'lsanglar, Allohning azobidan saqlaninglar. Qolgan jazoni tashlanglar. Agar undaq qilmasanglar, bilinglarki, Allah ve onun Resulü sizlarga urush e'lon qiladi. Agar tövbe qilsanglar, sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi, boshqalarni ziyon tortqizmaysizlar. O'zinglarni ziyon tortmaysizlar." Jazonining bir necha xil turlari bo'lib, ulardan birinchisi qarz jazonisi, ya'ni o'simlik qarz. Bu yana jahiliyat jazonisi deb ataladi. Chunki bu islomdan burungi jahiliyat davridagi jazoni turlari ichidagi eng keng umumlashgan biridir. Nisini deyishga vaqtda berilmasa, uning o'sim qo'shish badaliga vaqtni uzartib berishmi mana mushu turga kiradi. İkincisi, o'xshash jinsdagi tovarlarni kam ziyoda qilib almashtirish jazonisi. Bu savdo jazonisi deb ataladi. Uchinchisi bo'lsa nisi jazonisi. Bu ko'pincha Amerika dollarini Turkiya lirasiga almashtirib, lirani naqd topshirib bermagandek ahvollarda shakllanib qoladi. To'rtinchisi bo'lsa noto'g'ri savdolar. Hanafiy mazhabida ziyodalik, ya'ni o'sim bo'lsin, mayli bo'lmasin, ma'lum sifat va sabablar tufayli noto'g'ri bo'lgan savdolarning hammasi jazoni savdosi hisoblanadi. Chunki jazoni badalsiz narsa bo'lib, noto'g'ri shartlarning mohiyati bo'lsa, to'xtamga mos kelmaydigan ortiq narsalarni qo'shib olishdan iboratdir. Natijada noto'g'ri to'xtamlarda badalsiz narsa bo'lgan bo'ladi va bu jazonining dal o'zidir. Undaqda jazoni nima ish harom qilingan? Bir qarasak, bu jazonda boshqalarga yordam qilish bor emasmi degandek savollar so'ralishi mumkin. Islomning jazoni masalasida qattiq ching turib, uning haromligini ta'kidlaganligi faqatla insoniyatning axloqiy, ijtimoiy ve iqtisodiy manfaatini ko'zlaganlikdir. Islom olimlari jazoni harom qilishning hikmati haqida bir qancha sabablarni ko'rsatgan bo'lib, yangi tadqiqotlar bu sabablarning o'rinli ekanligini muayyanlashtirgan.
hamda uni ta'kidlab qo'llagan. Bu haqda Imom Raziy tafsirida tuvandagidek sabablarni bayon qiladi. Birinchidan, jazoni boshqa bir insonning melini badalsiz elib olishni taqozo qiladi. Chunki bir tangini 2 tangaga sotgan kishi ikkinchi tangaga badalsiz erishgan bo'ladi. Kishilarning pul meli ehtiyojiga zich bog'langan bo'lib, uni o'rinsiz yevilishning cho'ng haromlardan ekanlik tarafi bor. Hadisda insonning pul melining haromligi qinining haromligiga o'xshashdir deb ko'rsatilgan. Shunga uning pul melini badalsiz elish harom bo'lishi kerak deydi. Ikkinchidan, jazoniga tayinish kishilarni har xil hunar kasblar bilan shug'ullanishdan to'sib qo'ydi. Chunki bir tanga egisi jazoni kelishim orqali naq yoki nisib bo'lsin ortiq bir tangini qo'lga keltira olsa, bu shaklda tirikchilik qilish uningga yengil tuyuladi-da, hunar kasb, tijorat va sanoatlarning jafo mushaqqatlarini tortish uningga og'ir keladi. Mana bu ahvol umumiy xalqning manfaat yo'llarining uzilib qolishiga olib boradi. Ma'lumki, tijorat, hunar kasb, sanoat va gullantirish qatorliqlar bo'lmasa, dunyo taraqqiy qilmaydi. Iqtisodiy qarashmi bu hikmatni albatta qo'llaydi. Uchinchidan, jazona kishilar orasida qarz orqali o'zaro yordam qilish ruhining yo'qolishini keltirib chiqardi. Chunki jazoni cheklansa, bir tangini qarz berib, keyin shu bir tangini qaytarib elishga ko'ngil rozi bo'ladi. Navoda jazoniga yo'l qo'yilsa, muhtojning ehtiyojidan foydalanib, bir tanga o'rniga 2 tanga olg'usi keladigan bo'lib qoldi. Mana bu ahvol yaxshilik qilish, xayr ehson qilish va qiyin ahvollarda o'zaro yordamlashish qatorliq isil ruhlarni yo'qotib qo'ydi. To'rtinchidan, ko'pincha ahvolda qarz berguvchi boy, qarz olg'uvchi kambag'al bo'ladi. Bundaqda jazoni yo'lga qo'yganlik boyga ojiz kambag'alning pul melini ortiq elishga yo'l qo'yganlik bo'ladi. Albatta bu ish rahimdillikka zid keladi. Mana bu ijtimoiy manfaatni ko'zlashdir. Bu deganlik jazonida kuchlikning manfaati uchun ojizning suyini siqib chiqarishdek illat bor bo'lib, natijada boy texmi beyib, kambag'al texmi kambag'allashib ketadi. Bu ahvol bo'lsa, jamiyatdagi bir tabaqaning boshqa bir va yoki bir qancha tabaqalarning qon tarbiyadiligi bo'dilib ketishiga olib bordi-da, jamiyatda hasad, o'chmanlik paydo qildi. Jamiyat tabaqalari o'rtasida o'zaro sinfiy kurash o'tini yoqadi. Turli qarg'ulovchi to'planlarni va sog'lom bo'lmagan fikrlarni keltirib chiqaradi. Yaqinqi tarixmi jazoni va jazonixo'rlarning iqtisod, siyosat, yerlik va xalqaro tinchlikka nisbatan naqadar xatarli ekanligini isbotlab turibdi. Amaliyotda jazona qarmoqqa iqtisodiy unumni oshirayotgandek bilinsimi, dal aksicha jamiyatning har qatlami uchun har tarafdan to'liq ziyonliqdir. O'simning insonlarga elib keladigan ziyonlari haqida to'xtalgan Abul A'la Mavdudi rahimahulloh mundaq deydi. Jazona axloq, madaniyat, iqtisod va ruhiyatning taraqqiy qilishi uchun to'salg'i bo'lib qolmasdan, balki yana bir jamiyatning zavolliq yuzlanishiga sababchi bo'ladi. Axloq va ruhiyat jihatdan qaraydigan bo'lsak, jazonixo'rlikning amaliyotda shaxsiyatchi bir xil ichi tor, tosh yurak bo'lishdek sifatlarning natijasi ekanligi, uning inson vujudida dal ana shu xil sifatlarni yetildirganligini ko'ra olamiz. Madaniyat jihatdan qaraganda, inson hech bo'lmaganda shuni yaxshi tushunib yetadiki, har qanday jamiyatda kishilar o'zaro shaxsiyatchilik bilan muomala qilsa, o'ziga foydali bo'lmagan ishni qat'iy qilmasa, birining muhtojligini, yana biri o'ziga nisbatan foydali fursatga aylantirib olib, uningdan manfaatlanishni boshlasa, undaq jamiyat o'zini qat'iy mustahkamlay olmaydi. Undaq jamiyatda kishilar aro muhabbatning o'rniga o'ch adovat, hasadxo'rlik, rahimsizlik, bir-biri bilan kori bo'lmaslik ahvollari avj olmay qolmaydi. Bu ahvollar bo'lsa, u jamiyat a'zolarida doim ittifoqsizlik, chechilang'ulik paydo qiladi. Shundoq, amaliyotda bugun hamma narsadan ayrilib, muhojiratda yashayotgan Uyg'ur jamiyatida ko'rilayotgan masalalarga qaraganimizda, ba'zi masalalarning asli sababining nerdan kelganini his qila olamiz. Savdo-sotiq muomalalardagi ishonchsizlik, o'zaro birlikda yuksalish, taraqqiy qilish o'rniga sherik ishlardan qochish, shaxsiyatchilik, bir-birini aldash, hatto rahimsizlarcha shuncha ojiz, aron kunini elayotgan kishilarni qaqti-soqti qilib, ularning haqqini elib olishlargacha bo'lgan asli Uyg'urdek isil millatda hech tepilmaydigan bir qism illatning ko'rilishga boshlashi, bu jamiyat afrodlarining bir qismining mengayotgan yo'llari foydali bo'lsa, qaysi yo'l bilan tepishdan hisoblashmaslik bilan zich munosabat ekanligini, shundaqla buning yuqumliq kasaldak tarqilayotganligini his qila olamiz. Uyg'ur musulmonlari jazoni desa qo'rqinchli olvastidan qochganda qochadigan, jazoniga yaqin kelib qolmaslik uchun biror tijorat boshlashdan avval olimlardan maslahat so'rab, qilmoqchi bo'lgan tijoratining to'g'ri yoki xato ekanligini jazmlashtirgandan keyin ondan qadam oladigan otalar farzandlariga jazoniga yaqinlashib qolma deb eskartib turadigan. Hatto vatanimizdagi ba'zi joylarda shu darajaga yetganki, qattiq o'chlikni keltirgan insofsiz kishilarni ayiblash uchun ham jazoni xo'rlik qiladigan kishiga ishlatadigan jazuho so'zini haqorat so'zi qilib ishlatgan edi. Qisqasi, millatimiz bu qabih jinoyatdan har vaqt yiroq turishga intayin ahamiyat berib kelgan edi. Ammo jazoni muomillari
her yerini qaplab ketgan muhacirat diyorlarida bo'lsa, jazoniga qarta bexudlik bilan muomala qilish avj olmoqda. Diqqat bilan muomala qilish u yoqda tursin, ozgina manfaatni ko'zlab bir olim cheklagan. Bu xil savdo jazoni muomalasiga kirdi deb eskartganda, uningga joizlik yo'li tepish uchun boshqalarni izlaydigan. Hatto ba'zida ko'nglida jazoni shakllanadiganligiga qarta bir shubhi paydo bo'lsa-mu, hech parvo qilmasdan chiqadigan manfaatni deb u savdoni qilishdan ikkilinib qolmaydigan ahvollar ko'rilmoqda. Jazoni bilan qilingan tijoratlarning nurg'un kishilarimizni vayron qilganini ko'rib turibmi, ibrat olmaydigan, o'zlariga har xil yo'llar orqali fatvolarni pichib, harom savdo setiq bilan shug'ullanayotgan qarindoshlar ham oz qolmoqda yo'q. Kun sari ko'paymoqda. İlgirki yillardagi oltin kumush va dollar elib setish tijoratlaridagi o'rnaklar, yaqinqi vaqtlarda Saudiya yo'llarining ravonlashishi bilan ochilgan savdo fursatlaridagi pul yotkash, kumush olib setish tijoratlari bilan shug'ullanayotgan bir qism qarindoshlarimizning foydani ko'zlab halol harom bilan hisoblashib o'ltirmay, halol rizqini jazoni bilan bulg'ishi. Ba'zi qarindoshlarning o'zaro shirikchilik yoki qarz munosabatlarida ko'rilayotgan hiylabozlik bilan sodir qilayotgan jazoni muomalasi va yana bir qism qarindoshlarning Turkiyadagi nomi ulug' bir qism banklardagi mablag' selish turlariga kirib, iqtisodini kirlishi deganga o'xshash azroqla diqqat qilmaslik yoki sal qarab qolganlik sababli bu qabih qilmishning chang tuzonlari bilan qalbini, oilasining pok rizqini bulg'usa, jamiyatda har xil nachar illatlarning ko'payishiga hassa qo'shmoqda. Bu yerda shuni eskartish kerakki, bugun dinsizlarning tuzgan iqtisod sistemasi sababli jazoni faqat bizning cho'ng-cho'ng tijorat savdo setiqlarimizda shakllanmasdan, ba'zida bizning kundalik turmush ehtiyojlarimizni qamdash uchun qilinadigan kichik savdo setiqlarimiz, hatto ishlatadigan narsalarimizda ham oldimizga uchraydi. Buning bir misoli bo'lsa, doktor Abdul Aziz rahmatulloh Turkiyadagi suv tok pullarini to'lashda asonla shakllanib qolgan jazoni qilmishlardan eskartib mundaq deydi. Gaz, tok, suv qarzlarini va shuningga o'xshagan turli qarzlarni muhlat ichida to'lashga qarindoshlarimiz alohida diqqat qilish kerak. Chunki bu qarzlarni muhlatdan kechiktirayotgan taqdirda qarzni orqaga surishdan iborat bir zulm qilish sodir bo'lib qolmasdan, balki kechikish jazosi to'lash orqali ig'ir jazoni muomalasi qilgan bo'lamiz. Bu shirkatlarmi hassilab pul undirishga intoyin usta. 10 liralik tok yoki suv pulisi qolsa, uni bosirib qo'yib 5 yil bo'lganda necha ming lira qilib bizdan elishni usulini biladi. Eng muhimi, bilib bilmay yoki beparvolik qilib, sal qarab jazoni yeb yoki yuguzib qilishdan ehtiyot qilaylik. Aziz qarindoshlar, Allohning la'natiga uchramaslik, o'zimizni, oilamizni haram mal dunyo bilan bulg'amaslik, yashayotgan jamiyatimizni qalayma-qallashtirib, qarindoshlik, do'stlik, o'zaro rahim shafqatlik bo'lishdek esil xislatlardan mahrum qilib qo'ymaslik uchun eng muhimi oxirat kunidagi alamlik azobga duchor bo'lib qolmaslik uchun har vaqt bu qabih qilmishga yaqinlashib qilishdan saqlanaylik. Agar bilmasdan bu gunohni sodir qilib qo'ygan bo'lsak, hech kechiktirmasdan Allohga samimiy tavba qilaylik va uning o'rnini to'ldirish uchun mol dunyoning barakatini ko'paytiradigan sadaqa qilish odatini yetildiraylik. Alloh taolo hammamizni haromdan yiroq qilsin. Bilib bilmay jazoniga yaqinlashib qilishdan, biror insonga zulm qilib qo'yishdan saqlasin. Hammamizni o'z fazlidan boy qilsin. Qalbiy boyligimizni mo'llashtirib bersin.